Xullas, qimmat notebookda arzonga olmoqchi bo'lganlar uchun hamda o'yinni yaxshi ko'radiganlar uchun igrovoy notebook. Ozgina ishlaganini hisobga olmaganda deyarli yangi bilan bir xil, birga bir ishlayveradi. Bu notebookni vaqtida ko'zimni oldida ko'zlarini parparatmasdan 9 million 10 million so'mdan sotishgan. Biz bu notebookni $270 ga olib kelib qo'ydik. Shu joydan o'zga ketadi. Xarakteristikasini qisqacha aytib beraman. Acer'dan Nitro 5 bu notebookni ko'pchilik juda ham yaxshi biladi. Asosan o'yin o'ynaydiganlar, grafik dizaynda ishlaydiganlar, AutoCAD, ArchiCAD, 3D Max shunga o'xshagan og'ir programmada ishlaydiganlar uchun mo'ljallangan notebook. Ekranlari ham IPS ekran, 15.6 dyuym kattagina. Protsessori Ryzen 5 2500 Vega degan kuchli protsessori bor. Operativ xotirasi 8 GB, doimiy tezkor SSD xotirasi 1 TB. Qo'shimcha 8 GB li RTX 560 degan grafik video kartasi ham bor. Shunaqangi igrovoy notebook bizda $270. Menimcha hozirgi kunda ofisli notebookni hech kim $270 ga bermaydi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa qilib qolasizlar.